Bugun loyihalarim va oilam uchun o'zgacha kun. Said Vaqqos o'g'lim 1 yoshga to'ldi. Biznesga nima daxli bor deysizmi? Aynan shu bugun 1 yil oldin shaxsiyatim, fikrlashim butkul o'zgarishiga sabab bo'lgan kun. Chunki Kirgilida joylashgan tug'ruqxonani reanimatsiya bo'limida o'g'limda hayot uchun 26 kun davomida aynan reanimatsiya bo'limidagi mutaxassislar, Kompas Hospital klinikasining rahbariyati, oilam, ota-onalarim duolari bilan birgalikda kurashganmiz. Hozir o'g'lim soppa-sog', oddiy, turli xil voqealarni ko'rdim. Mablag' yetishmaganligi tufayli ota-onasi vaqtida dori yetkazib bera olmaganligi uchun nobud bo'lgan chaqaloqlarni ko'rdim. Aynan o'sha vaziyatda ich-ichimdan niyat qilgandim. Aynan o'sha reanimatsiya bo'limi uchun xayriya fondi ochaman. Farzandlari reanimatsiyada yotgan, lekin mablag'dan dori-darmon uchun qiynalgan oilalar bo'lsa, ularga yordam beraman deb niyat qilgandim. Shuning uchun bugundan boshlab har bir topayotgan daromadimizning 2,5% xayriya fondi uchun ajratib yordam berishga qaror qildik. Endilikda siz nafaqat Body House xizmatidan foydalanishingiz, balkim qaysidir bir chaqaloqni qutqarishga yordam berishingiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlagan, bizni duo qilgan insonlarga kattakon rahmat aytaman. O'g'limni saqlab qolishda yordam bergan insonlarni doimo duo qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bu kunni eslash, bu kunni o'ylash, ushbu qarorga kelish juda ham qiyin. Bu kundan o'tib olishni o'zi qiyin, lekin biz buni uddaladik. Hammalaringga rahmat.